Odam bo'lish qiyin. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning qalamiga mansub roman. Asar adibning ilk romani bo'lib, 1969-yil yozilgan. Roman yozuvchining ilk katta asari bo'lsa-da, yaxshi muvaffaqiyatlar qozongan va 50 yildan beri qayta nashr etilmoqda. Asar bir qancha tillarda tarjima qilinib, nashr etilgan. O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romani hayotining haqiqatga to'la nafis qurib turadi. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligiga e'tiborga loyiq. Odam bo'lish qiyin romani yoshlarning hayoti, ma'naviyati, axloqi muammolari, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yaratilgan va bugungi kunda ham ko'p o'qilayotgan asarlar sarasiga kiradi. Asar real voqealarga asoslanib yozilgandek o'ziga jalb etadi. Asarda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg'ular, yosh qalblarning tuyg'ulari, o'zbeklarning sodda va mehribonligi, o'spirin bolalarning orzulari va shunga o'xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan. Asarda bosh qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirib katta hayot ostonasiga turgan yoshlardir. Ularning bir-biriga o'z maqsadi, o'z rejalari bor. Lekin bu qahramonlarning bir-biridan farqi ana shu maqsadlarga qanday erishishlarda. Abdulla yaxshi o'qimishli, ziyoli, oilaning yakkayu yolg'iz farzandi. Maktabda a'lo baholarga o'qib, oltin medali bilan yakunlaydi. U yaxshi tarbiya olgan, doim yaxshi o'qishga, yaxshi kasb egasi bo'lishga, yuqori cho'qqilarga zabt etishga intilgan. Lekin u intilish keyinchalik boshqa yo'nalishga o'zgarib ketadi. Maqsadlari, rejalari o'sha, ammo maqsadga erishish yo'li o'zgaradi. Abdulla otasiga o'xshashni xohlamaydi. Shohona hayotni, yaxshi mansablarni istaydi. U yo'lda bir qizni hayotini barbod qiladi. Gulchehra oddiy qishloq qizi, chiroyli, aqlli qiz. U ham maktabni yakunlaydi. Ko'pchilik qatori shaharga ketmasdan qishloqda qolib uni obodonlashtiradi. Qayta qurishni orzu qiladi. Ilk bor sevib qoladi. Balki u sevgi ham emasdir. Axir hech kimga ko'ngil qo'ymagan yaxshi, yomonni farqiga bormaydigan qiz edi. Abdulla va Gulchehraning sevgisini yoshlikdagi oddiy havas deb tushunish mumkin. Ikkisi ham bu hisni ilk bor tuyishadi va ilk bor dunyoda shunday tuyg'ular borligini bilishadi. Ilmdan bahramand bo'lish, uni hayotiga tatbiq eta olish insondan juda katta farosat talab qiladi. Asarning bosh qahramoni Abdulla esa ana shu o'qiganlarni tatbiq qilishga kelgandan biroz adashadi va odamiyligini bo'y berib qo'yadi. Asarda odamiylik har qanday mansabdan ustun ekanligini, hayotda olim bo'lishdan ko'ra chin inson bo'lish muhimligini g'oyat va chuqur va haqqoniy tasvirlaydi. Afsuski, qanchadan qancha imtihonlardan a'lo baholarga topshirgan, oltin medalli o'quvchi, eng aqlli talaba, olimiylikka da'vogar shaxs bo'lgan Abdulla hayotning odamiyligini shu sinovdan qoqilib, hayotdan yaxshi talab bo'lolmaydi. Hamma ham odam bo'lib tug'iladi, lekin bu nomga loyiq bo'lishni har kim ham uddasidan chiqolmaydi. Odamiylik nomli hislari bor, bu so'z odamga, chin insonga xos hislat sanaladi. Gulchehra bilan oralarida jiddiyroq bir gap bo'lmagan taqdirda ham insoniylik jihatdan Abdullani nomardlik qilish haqqi yo'q edi. Gulchehraning ishontirib dil rozini olib boshqaga uylanishga
odamiylik huquqini mavjud emas edi. Abdulla o'tkinchi obro' e'tiborga yetishaman deb vijdoniy yutqazib qo'yadi. Guldek bir qizni hayotini zomin bo'ladi. Endi uni olim bo'lishdan bir ma'no bormi? Inson avvalo olim bo'lishdan oldin odam bo'lmasa ekan topgan dunyoviy obro' e'tibori, unvoni, amallari bu pul emasmi? Hurmatli kitobxonlar, barchangizni O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romanini o'qishlaringizni tavsiya etaman.